26-iyundan havo harorati biroz tushadi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet 26-iyun kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23, kunduzi esa 31-33 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21, kunduzi esa 28-33 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 19-24, kunduzi esa 30-35 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24, kunduzi esa 30-35 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26, kunduzi esa 34-39 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27, kunduzi esa 30-35 daraja iliq bo'ladi deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.